O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rimning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda turk ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Istanbulning Başakşehir klubi Eldor Shomurodovga qiziqish bildirmoqda va birinchi rasmiy taklif yuborgan. Hamyurtimiz esa ushbu taklifni qabul qilganligi aytilmoqda. Hozirda Eldor Başakşehir bilan shartnoma imzolash uchun Turkiyaga yetib borgan. Hamyurtimiz klub bilan har tomonlama kelishuvga erishgan. Yaqin kunlarda esa rasmiy shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Turkiya klubi Shomurodov bilan 2028-yilning yoziga qadar mo'ljallangan shartnoma imzolaydi. Ma'lumot uchun, Shomurodov o'tgan mavsum Roma safida jami 37 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning transfer marketdagi narxi 5 million yevroga baholanmoqda. Shuningdek, mazkur jamoa Moskvaning CSKA klubi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayevga ham rasmiy taklif yuborgan. Turkiyaliklar uni ham yozgi transferlar vaqtida to'liq sotib olmoqchi. CSKA esa Abbosni qulay narx evaziga qo'yib yuborishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Abbosbek Fayzullayev o'tgan mavsum Rossiya Premyer Ligasida 27 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 4 ta assist qayd etdi. Uning transfer marketdagi narxi 8 million yevroga baholanmoqda. Shu va shunga o'xshash xabarlarning to'liq tafsiloti bilan Telegram kanalimizda tanishishingiz mumkin. Manzil kommentariyada.